Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan innova to'plamlari yechimlarini boshlaymiz. Demak, birinchi mavzumiz kinematika mexanikadagi asosiy tushunchalar. Demak, birinchi savolda harakat vaqtida o'lchamlarni hisobga olinmaydigan jism nima deb ataladi? Bu moddiy nuqta deyiladi. Ya'ni biz qaralayotgan sistemada o'lchamlari va hajmi inobatga olinmasa, bunday jismlar moddiy nuqta deb hisoblanadi. Ya'ni mavzuning nazariy qismida ham buni tushuntirib o'tgan edik. Ikkinchisi, mexanik harakat nechta va qanday turlari bor? Mexanik harakatning 3 ta turi bor. Ilgarilanma, aylanma, tebranma, ya'ni D javob bo'ladi. Uchinchi, quyidagi kattaliklardan qaysi biri harakat paytida 0 ga teng bo'lishi mumkin? Bu ko'ch 0 bo'lishi mumkin, ya'ni harakat vaqtida ko'ch 0 bo'lishi mumkin. Demak, A javob. To'rtinchida, ya'ni boshida nazariy savollar ko'proq ekan. To'rtinchida, jismni boshlang'ich holati bilan oxirgi holatini tutashtiradigan yo'naltirilgan to'g'ri chiziq nima deyiladi? Demak, to'rtinchi. Demak, jismni boshlang'ich holatini A nuqtada bo'lsak, oxirgi holati bilan tutashtirishga yo'naltirilgan to'g'ri chiziq. Demak, oxirgini B deb olsak, bu tutashtiruvchi, ya'ni yo'nalgan kesma, bu S ko'ch deyiladi. Ya'ni Y javob bo'ladi. Beshinchisi, jism holatini vaqt o'tishi bilan boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishini nima deyiladi? Ya'ni bu mexanik harakat deyiladi. Jismni o'z vaziyatini vaqt o'tishi bilan boshqa bir jismga nisbatan o'zgartirishi. Oltinchi, to'g'ri chiziqli harakatda bosib o'tgan yo'l. Demak, oltinchida. Demak, mana to'g'ri chiziqli harakat. Bu yerda bosib o'tilgan yo'l L va ko'chish vektori moduli S va ko'chish o'rtasidagi bog'liqlik. Bu yerda L teng S bo'ladi. Demak, to'g'ri chiziqli harakatda bosib o'tilgan yo'l, ya'ni ko'chishga teng bo'ladi. Keyin 7-da egri chiziqli harakatda bosib o'tgan yo'l, demak egri chiziqli harakat. Misol uchun mana shunday bo'lsin. Demak, mana egri chiziqli harakatda bosib o'tgan yo'l L, demak bosib o'tgan yo'l L. Vektor moduli L va ko'chish vektori moduli o'rtasidagi bog'liqlik qanday bo'ladi? Demak, bu ko'chish bo'ladi. Bu yerda bosib o'tilgan yo'l ko'chishdan katta bo'ladi. 8-masala. Jism ABCD trayektoriyasi bo'ylab harakatlanadi. Jismni bosib o'tgan yo'li uni ko'chishidan necha marta katta? Demak, bu yer A, B, bu yer C, bu yer D nuqtada bo'lsak, demak bu yer 5 metr, bu yer 6 metr, bu yer 3 metr ekan. Demak, 8-da jism A, B, C, D trayektoriyasi bo'ylab harakatlanadi. Jismni bosib o'tgan yo'li uni ko'chishidan necha marta katta? Demak, jismni bosib o'tgan yo'li, demak bularni barchasini qo'shib chiqsak yo'lni beradi. Demak, 5 plus 6 plus 3. Demak, 14 metr. Demak, uni bosib o'tgan yo'li 14 metr ekan. Endi uni ko'chishini topsak, demak, ko'chishi jismni, ya'ni boshlanish nuqtasi bilan oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi kesma. Demak, mana shu ko'chish bo'ladi. Demak, mana shu S ko'chishini topishimiz kerak. Tak. Mana bu yerni bu yerga proyeksiyatsiya, demak ko'chirsak, keyin bu yerni bu yerga ko'chirsak, bu bilan bu teng bo'lsa, bu yer ham 6 metr bo'ladi. Bu bilan mana bu teng bo'lsa, bu yer ham 5 metr bo'ladi. Endi
Bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib turdi. To'g'ri burchakli uchburchakda demak Pifagor teoremasini qo'llasak bo'ladi. Demak, mana bu katet, mana bu ham katet, bu tarafi gipotenuza bo'lib turdi. Pifagor teoremasida katetlarni kvadratlarini yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng. Demak, katetlari bu kateti 3 ga 5 ni qo'shsak umumiy 8 bo'ladi. Demak, 8 ni kvadrati plus 6 ni kvadrati teng bo'ladi mana bu s ko'chishni kvadratiga. Demak, s ko'chishni topsak, ildiz ostida 8 ni kvadrati plus 6 ning kvadrati teng ildiz ostida 64 plus 36 teng ildiz ostida 100. Demak, ildizda 100 dan 10 chiqadi. Demak, buni ko'chishi 10 metr ekan. S yo'li 14 metr, S ko'chish demak 10 metr ekan. Bizdan so'ralgan narsa bosib o'tgan yo'l ko'chishdan necha marta katta. Demak, S yo'lni S ko'chishga nisbatan topsak, 14 taqsim 10 teng 1,4. Ya'ni S javob bo'ladi. 8-da. Keyingi demak, 9-masala. Jism A nuqtadan D nuqtagacha A, B, C, D yo'l bo'ylab harakatlanadi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chishidan necha marta katta? Ya'ni yana bosib o'tgan yo'lni ko'chishiga nisbatan so'rab turibdi. Bu yerda demak, A nuqta, B nuqta, C nuqta va D nuqta. Bu taraf ham A, bu taraf ham A, bu taraf ham A, bu taraf ham A ga teng ekan. A nuqtadan D nuqtagacha dedi. A, B, C, D bosib o'tilgan yo'l. Demak, S, A, B, C, D teng bo'ladi. Demak, A plus A plus A bo'ladi. Demak, yo'li 3A ga teng bo'ladi. Mana A, B, C, D, D nuqtaga yetib kelguncha 3 ta A masofani bosib o'tadi. Demak, uni yo'li 3A ga teng ekan. Endi ko'chishini topadigan bo'lsak, S ko'chish. Bu ko'chish boshlang'ich nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi kesma. Demak, ko'chishi A ga teng ekan. Demak, S ko'chish teng A bo'ladi. Demak, bosib o'tgan yo'li ko'chishdan necha marta katta desa, demak A, B, demak A, B, C, D, ya'ni bosib o'tgan yo'lini S ko'chishga nisbatan olsak, 3A ni A ga bo'lsak, javob 3 bo'ladi. Ya'ni C javob. 10-masala. Chizmasini chizib olamiz. Jism A nuqtadan D nuqtagacha, demak mana A nuqtadan D nuqtagacha A, B, C, D yo'l bo'ylab harakatlanadi. Demak, A, B, C, D yo'l bo'ylab harakatlanadi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chishidan necha marta katta? Yana S, A, B, C, D ni S ko'chishga nisbatan so'rab turibdi. Demak, bosib o'tgan yo'li A nuqtadan D nuqtaga yetib kelguncha, demak 2A masofa plus A masofa plus yana 2A masofa umumiy A nuqtadan D nuqtaga yetib kelguncha u 5A masofani bosib o'tadi. Demak, bosib o'tgan yo'li 5A ga teng. Demak, ko'chishi yana boshlang'ich nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi kesmaga ko'chish deyiladi. Shuning uchun ko'chishi A ga teng bo'ladi. Demak, A'lar qisqarsa javob 5 chiqadi. D javob. O'n birinchi masala. Demak, yana
11-masalada moddiy nuqta kvadratini A nuqtasidan D nuqtasigacha rasmdagi kabi o'tdi. Demak, A nuqtasidan D nuqtasigacha. Demak, bunda A nuqtasidan D nuqtasigacha rasmdagi kabi o'tdi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chish moduldan necha metrga ko'p? Demak, bu yerda S yo'ldan ayirish kerak, S ko'chishni. Nimaga desa, necha metrga ko'p deyapti. Demak, bosib o'tgan yo'li D nuqtaga kelguncha, demak bu kvadrat bo'lgani uchun hamma tomoni teng bo'ladi. Demak, bu yer 5 metr bo'lsa, bu yer ham 5 metr, bu yer ham 5 metr, bu yer ham 5 metr bo'ladi. Demak, A nuqtadan, ya'ni A B C D yo'l bo'ylab D nuqtaga yetib kelguncha 5 5 5 umumiy 15 metr yo'l bosadi. Demak, S yo'li 15 metr va minus ko'chishi A nuqtadan D nuqta, ya'ni boshlang'ich nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi kesma mana bu. Shuning uchun ko'chishi 5 metrga teng bo'ladi. Demak, javob 10 metr. Javob. Demak, bosib o'tgan yo'li ko'chishidan 10 metrga ko'p ekan. 12-masala. On ikkinchi masala. Moddiy nuqta A, B, C, D trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. Va A nuqtadan D nuqtaga keladi, moddiy nuqtani ko'chishini aniqlaydi. Demak, A, B, C, D trayektoriya bo'ylab harakatlanadi ekan. Demak, D nuqtaga yetib kelgan vaqtda bizdan ko'chishni so'ramoqda. Demak, ko'chishi boshlang'ich nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi kesma ko'chish bo'ladi. Demak, mana bu yer S ko'chish hisoblanadi. Bu yer 3 metr. Demak, bu yerni topib turib, ustiga 3 metrni qo'shsak, demak bizda ko'chishni beradi. Buni topish uchun, ya'ni Pifagor teoremasidan foydalanamiz, chunki bu yer to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib turibdi. Bu yerni biror bir x deb belgilab olsak, mana bu katet, bu ham katet. Demak, katetlarning kvadratlari yig'indisi gipotenuzani kvadratlanadi. Demak, x ning kvadrati plus 4 ning kvadrati teng 5 ning kvadratiga teng bo'ladi. Nimaga desa, bu gipotenuza bo'lib turibdi. Bu yerdan x ni topsak, demak x kvadrat teng 5 ning kvadrati minus 4 ning kvadrati. X kvadrat teng 25 minus 16, x kvadrat teng 9, x teng 3 bo'ladi. Demak, S ko'chishimiz bu yer mana bu x ga 3 metrni qo'shamiz, plus 3. X'imiz 3 chiqdi. 3 plus 3, demak ko'chishimiz 6 metr ekan. 12-masala, demak 6 metr. Javob. On uchinchi masala. On uchinchi masalada A, B, C, D, K, demak A, B, C, D, K trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgan jism A nuqtadan K nuqtaga yetib keldi. Demak, jism harakatlanib A nuqtadan, ya'ni K nuqtaga yetib kelibdi.
uning yo'li ko'chishidan necha metrga ko'p? Demak, uni bosib o'tgan yo'lini topib olamiz. Birinchi S yo'limiz 15 plus 20 plus yana 15 plus 12. Demak, bosib o'tgan yo'li 50, demak 62 metr ekan. Endi ko'chishini topadigan bo'lsak, S ko'chish teng ko'chish boshlanish nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi kesma. Mana bu yer, endi x deb belgilasak, mana shu yer, ya'ni mana shu yer S ko'chish hisoblanadi. Endi bu yerni topadigan bo'lsak, demak mana bu yerga teng bo'lishi kerak. Demak, bu yer 20, bu yer ham 20 bo'lishi uchun 12 ga 8 ni qo'shsak 20 bo'ladi. Demak, bu yerimiz ko'chishimiz 8 metr ekan. Yo'li ko'chishidan necha metrga ko'p desa, ya'ni S yo'ldan ayiramiz S ko'chishni. Demak, 62 minus 8 teng 54 metr bo'ladi. Demak, siz javob. 14-masala. Demak, 14-masalada A, B, C, D, K, M trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgan jism A nuqtadan M nuqtaga bordi. Demak, A, B, C, D, K va M trayektoriya bo'ylab harakatlangan jism A nuqtadan, ya'ni M nuqtaga yetib kelibdi. Uning yo'li ko'chishidan necha metrga ko'p? Yana yo'l bilan ko'chish orasidagi farqni so'rab turdi. Demak, bosib o'tgan yo'lni topadigan bo'lsak, S yo'l teng 10 metr qo'shuv 4 metr qo'shuv 4 qo'shuv 6 qo'shamiz 3 qo'shamiz 4. 10 20, demak 27 metr. Uni bosib o'tgan yo'li 27 metr ekan. Endi ko'chishini topadigan bo'lsak, S ko'chish teng ko'chish, ya'ni boshlanish nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi kesma, bu yer ko'chish bo'ladi. Ya'ni mana shu yer S ko'chish bo'ladi. Endi mana bu yerni bu yerga ko'chirsak, bu yerni bu yerga ko'chirsak, demak umumiy 4 plus 3, mana bu yer 7 bo'ladi. Undan esa bu tarafga teng bo'lishi kerak. Mana bu yerga teng. Demak, bu yer ham 3 bo'lsa, 3 ga 4 ni qo'shsak 7. Demak, bu yer ham 7 bo'ladi. Demak, ko'chishi 7 metr ekan. S yo'l minus S ko'chish 27 minus 7 teng 20 metr. Demak, bu javob. Va 15-masala, oxirgi masalani shu yerga yechamiz.
Demak, 15-masala jism A nuqtadan bu nuqtagacha necha metr yo'l yurgan. Demak, mana bu yer A nuqtadan B nuqtaga yetib kelguncha. Bu yerni qarasak, demak, -10 dan +10gacha masofa 20 metr. Demak, bu yerda ham 20 demak, B nuqtaga yetib kelguncha demak, mana bu formula tushadi. Necha metr yo'l bo'lsa, demak, S teng 2πr bo'ladi. Demak, 2 ko'paygan p ni o'rniga 3, ko'paygan r ni o'rniga mana bu markazni qo'yamiz. Demak, 10. Demak, 2 3 6, 6 ni 10 ga ko'paysak 60 metr yo'l bosadi. Shu bilan birinchi mavzumiz ham tugadi. Keyingi mavzular yechimlarini ham bundan keyingi videoda davom ettiramiz. Bizni kuzatishdan to'xtamang. Fizikani o'rganuvchi do'stlaringizga kanalimizni ulashib qo'ying, ularni ham taklif qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.